shanba bo'lishiga qaramasdan bugun amaliyotlarimiz va bemorlarimiz soni juda ham ko'p bo'ldi. Bugun 2 ta inseminatsiya amalga oshirdik. Bugun birinchi bemorimizda birlamchi bepushtlik, 5 yil davomida homila bo'lmasligi, endometrioz, 2 ta tuxumdonni ham va erkaklik faktori bilan biz ularni inseminatsiya qildik. Ikkinchi bemorimizda 8 yillik birlamchi bepushtlik, erkaklik faktori bilan biz inseminatsiya amaliyotini amalga oshirmoqchimiz. Sheykadagi slizlarni obturator yordamida tortib olamiz. Tortib yuvib olganimizdan keyin maxsus kateter yordamida spermani yuvilganini boshlang'ich kishilar qatoriga jo'natamiz. Har bir bemorimiz uchun одноразовый kateter ishlatiladi. Juda ham yumshoq, boshlang'ich kishilar qatoriga hech qanday ziyon yetkazmaydi va ism familiyalari bilan birgalikda tayyor sperma keladi. Bemorga o'qitamiz, o'zlarining turmush o'rtoqliklarini tasdiqlaganlardan keyin boshlang'ich kishilar qatoriga yuboramiz. Xudo xolasa 12 kundan keyin Allohga qul payg'ambarga ummat bo'ladigan chiroyli farzand bo'lsin inshaalloh. Yaxshi